Surxondaryo viloyati Boysun tumani Qizilnavr mahallasi o'zining go'zal manzarasi, toza ob-havosi va ajoyib atmosferasi bilan so'nggi yillarda ko'plab sayohatchilarning e'tiborini tortib kelmoqda. Bu yerga tashrif buyurgan mehmonlar qishloqning go'zal manzarasi, ajoyib ob-havosidan bahramand bo'lishadi. Qishloqning aholisi asosan dehqonchilik, chorvachilik va bog'dorchilik bilan shug'ullanishadi. Bu yerda siz bilgan, balkim bilmagan qariyb 200 metr balandlikdan oqadigan sharshara ham mavjud. Qariyb shahar markazidan 80 kilometr uzoqlikda joylashgan bu qishloq ko'plab sayohatchilarning e'tiborini jalb qilib ulgurgan. Siz ham 2026-yilda sayohat qilishni rejalashtirgan bo'lsangiz, aynan mana shu yerga kelishingizni tavsiya qilamiz. Bu videoni 2026-yilda sayohat qilishni istagan va sayohat qilishni yoqtirgan tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.